Yurakda katta va kichik qon aylanishi doirasidan tashqari yana bir qon aylanish tizimi borligini bilarmidingiz? Videoning oxirida bu haqida gaplashamiz. Demak, kichik qon aylanishi doirasidan boshlaymiz. O'ng qorinchadan chiqqan venöz qon ikkita o'pka arteriyalarga bo'linadi. Mana sinister, arteria pulmonaris sinister va bu yoqda unchalik ko'rinmagan arteria pulmonaris dexter. Ikkita o'pka arteriyalar orqali o'pkalarga boradi va bu yerda gazlar almashinuvi sodir bo'ladi. Gazlar almashinuvi sodir bo'lgandan so'ng chap bo'lmachaga 4 ta o'pka venalari kelib arterial qon quyiladi. Ya'ni vena pulmonaris sinister superior, vena pulmonaris sinister inferior, yuqorigi o'pka venasi va pastki o'pka venasi. Bu chap tomondagisi, bu esa dexter, yuqorigi o'pka venasi va pastki o'pka venasi. Bu yerda arterial qon chap bo'lmachaga kelib quyiladi, ya'ni kislorodga to'yingan qon. Va shu yerda kichik qon aylanish doirasi tugaydi. Katta qon aylanish doirasi bu chap qorinchadan boshlanadi. Mana yurakda qavatlari bu endokard qavati, miokard va epikard, undan tashqari xaltasi bor perikard qavati. Bu yerdan qon aortaga chiqadi. Chap qorinchadan chiqqan arterial qon aortaga boradi. Mana ko'rib turibsiz, aorta ascendis, arc aorta, aorta descendis, ko'tariluvchi aorta, aorta ravog'i va tushuvchi aorta. Bu yerda qon butun tana bo'ylab harakatlanib, arterial qon, ya'ni hujayralarga ozuqa beradi, qon kislorod bilan ta'minlab beradi. Aortani o'zida 3 ta tarmoq chiqadi, ya'ni dexter o'ng tomonida brachialis arteriya chiqadi. Ya'ni mana ko'rib turibsiz, brachialis yelka bu yoqqa ketadi. Va karotid arteriya, uyqu arteriyasi boradi dexter va dexter vertebralis arteriya umurtqa pog'onasiga va subklaviya umri ostiga. Chap uyqu arteriya o'zi alohida tarmoq oladi. Subklaviya vertebral bo'lib, ikkalasi keyin tarmoqlanib ketadi va axillaris qo'ltiq osti mana brachialisga qarab keladi. Aortadan so'ng arteriya, arteriola va kapillyar, kapillyarlardagi qon venulalarga o'tadi va pastdan vena cava inferior, past cava venadan sekin keladida o'ng bo'lmachaga quyiladi va yuqoridan vena cava superiordan ham qon keladida o'ng bo'lmachaga ikkalasi birlashib quyiladi. Shu yerda katta qon aylanish doirasi tugaydi. Va yana bir qon aylanish tizimi koronar qon aylanish. Koronar arteriya, ya'ni mana yurakning ustida toj shaklida turadigan arteriyalar. Bu aortani ko'tariluvchi ascendisdan boshlanadi. Bu tomirlar aorta qopqog'i ustidagi sinuslari bor. Mana sinuslar dexter arteriya, koronar arteriya va sinister koronar arteriya. Bu o'ng tomoni dexter, o'ng mana shu o'ng bo'lmacha o'ng qorinchani egallab orqa tomoniga o'tadi. Sinister esa mana ko'rib turibsiz, chap qorinchaga, ustiga va yoniga qarab tarmoqlangan. Bu kislorodga o'sha to'yingan qonni miokardga yetkazib beradi, shu yurak mushaklariga. Koronar arteriyalar orqali qon bordi, so'ngra venalar orqali katta, kichik, o'rta venalar, ular birlashib, mana kichik venalarni ko'ryapsiz, ular birlashadi va koronar sinusga quyiladi. Qon, o'sha qon arteriyadagi va venalariga o'tgan qon koronar sinusga o'tadi. Mana bu joyimiz sinus hisoblanadi. Va bu sinusdagi qon oxiri o'ng bo'lmachaga ochiladi va jarayon shu tarzda davom etadi.